Hammangiz yoshligingizda kichik tazyiqlarga uchragansiz yoki bo'lmasa tengdoshlaringiz tomonidan haqorat qilingansiz. Agarda bularning hech qaysisi bo'lmasa, tabriklayman. Siz bullying qurboni bo'lmagansiz. Avvalambor, bullying nima degan savolga javob topsak. Bullying tushunchasi juda keng tushuncha bo'lib, u insonning boshqa insonga tazyiq o'tkazishi va jabrlanuvchi tomonning o'zini juda yomon his qilishiga olib kelishi hisoblanadi. Ko'pincha zo'ravonlar o'zlarini kuchliroq qilib ko'rsatish uchun o'zlaridan kuchsiz bo'lgan insonlarni tanlashadi. Shunda bizda savol paydo bo'ladi. Bullying qayerdan paydo bo'ldi? Bully atamasi zulmkor degan ma'noni anglatadi. Ushbu atama 1550-yillarda paydo bo'lgan. Dastavval do'st, sevimli inson degan ma'nolarni anglatgan ushbu atama keyinchalik 17-asrlarga kelib, bu ajoyib so'zning ma'nosi zo'ravon degan ma'noga almashtirildi. Bullying qanday paydo bo'ldi? Bullying atamasi zulmkor degan ma'noni anglatadi. Bu atama 1560-yillarda paydo bo'ldi. Dastavval do'st, sevimli inson degan ma'nolarni anglatdi. Keyinchalik 17-asrlarda zamonaviy talqinga ko'chirildi, ya'ni zulmkor degan ma'noni anglata boshladi. Keyinchalik do'st, sevimli inson deb atalgan atama zaiflarni ta'qib qiluvchi deb nomlandi. Ishonasizmi? 1857-yilda mashhur yozuvchi Tom Hughes o'zining Tom Brown maktab kunlari nomli asarida maktabdagi shiddatli bullying haqida yozib qoldirgan. Yaxshi, bullying haqida bilib oldik. Endi bu uyuk-yugur bullyingni nima zararlari borligi haqida bilib olsak. Bullying depressiya, xavotir, o'ziga bo'lgan ishonchning tushishi yoki yolg'izlikka olib keladi. Bullying ta'sirida qolgan, xoh u yosh bola bo'lsin yoki o'smirlik yoshini o'tayotgan siz va men tengdoshlarim, hattoki katta yoshdagi insonlar ham yuqorida sanab o'tilgan holatlarga tushishlari mumkin. Va eng alamlisi, bullying ta'sirida insonlar o'z joniga qasd qilishi ham mumkin. Birgina AQShning o'zida har yili 3,5 ming bola o'z joniga bullying tufayli qasd qiladi. Xo'sh, bullying yomon illat ekan. Unga qarshi kurashmaymizmi? O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida qo'sh tirnoq ichidagi kuchlilar uchun jazo muqarrar. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 140, 141, 141 moddalari bullyingning asoschisi hisoblanadi. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, bu bola nimalarni javrayapti? Keling unda siz tushunadigan tilda gaplashsak. Ya'ni pul tilida. Jinoyat kodeksining 140-moddasi haqorat qilish, 141-moddasi fuqarolarning shaxsiy daxlsizligini buzish, 141-moddasi shaxsiy hayot daxlsizligini buzish. Ushbu moddalar bilan ayblansangiz, siz eng kamida 20 million 600 ming so'm jarima to'lashingiz mumkin yoki 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishingiz mumkin. Xo'sh, bullying yomon ekan. Ammo tanganing ikkinchi tomoni ham bor. 2008-yilda bullying avjiga chiqqan paytda kompyuter o'yinlari giganti Rockstar Games o'zining Bully nomli o'yinini ommaga taqdim etdi. Ushbu Bully o'yinining asosiy mazmuni siz Billy nomli bolani maktabdagi noxush holatlardan olib chiqishingiz kerak edi. Here we are, boy, Bullworth Academy. Have fun, Jimmy. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Hey, Aggie. You can clean my shoes. This school is filled with wild beasts. You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? Get used to it, kid. You're a man. No! I always knew I was a born leader. Ernest, In this place. Anything at all. this place is full of bullies and maniacs. Nonsense! That's just school spirit. Come here. You're a degenerate! To think I trusted you! You're a pig. You've ruined my life. Bullworth is a microcosm for the whole world. I like you, Jimmy Hopkins, but I need you to do something Go for me. away, Jimmy! And boy, that nose of yours, keep it clean. Welcome to Bull. Ammo bu o'yin O'zbekistonda, ya'ni O'rta Osiyoda mashhurlikka erishmagan. Ammo amerikalik yoshlar uni juda iliq qabul qilishgan. Bu o'yinlar giganti, ya'ni Rockstar Games
ushbu Bully nomli o'yinini 1,5 million nusxada sotgan va 2023-yil dekabr oyiga qadar 8,4 million dollar daromad ko'rgan. Aytishadi-ku, qassob yog' qayg'usida echki esa jon. Xulosa qilib aytganda, zo'ravonlik bu yomon illat. Demak, zo'ravonlikka uchragan yoshlar o'z fikrlarini aniq ravshan bildira olishmaydi, ya'ni to'liq. Siz yoki men o'z fikrini to'liq va ravshan bildira olmaydigan insonlarga o'z kelajagimizni topshira olmaymiz. Shunday ekan, biz zo'ravonlikka qarshimiz. Bu video bilan men sizlarning bullying haqidagi fikrlaringizni to'g'ri shakllantirmoqchi edim. Bu mening subyektiv fikrim edi. Siz ham o'z fikringizni izohlarda qoldiring. Albatta, bu uchun sizni hech kim urishmaydi. Chunki so'z erkinligi, vijdon erkinligi mustahkamlab qo'yilgan davlatda yashayapmiz. Xayr.